Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Muhammad. Bugun 1 gigabaytli hostni tekinga olishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi o'rinda Google yoki любой brauzerlardan Always Data saytini qidirib topib olamiz. Sirada mana bu yerda reklama chiqib pastga tushib ketgan bo'lishi mumkin. Logosi www ni domenini eslab qolinglar. alwaysdata.com. Xo'p. Kirganingizda shunaqa chiqadi. Bunaqa menyudan xohlasanglar mana bu yerdan login bosib ketasizlar yoki boshqa, ya'ni trafiki katta bo'lgan domen sotib olsanglar ham, ya'ni hosting sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bizga tekini kerak. Bu yerdan tekiniga subscribe. Bu yerdan xo'p, email, parolinglar, create my profile qilsanglar, mana bu yerga ochiladi o'zi. Ochilgandan keyin u yog'ini o'zingizlar sozlab olasizlar yoki continue Google qilib kirib ketsanglar ham bo'ladi. Menda allaqachon akkaunt bor, o'zimning akkauntimga kiraman. Hop. Continue nima ishlamayapti? Menda o'zi allaqachon akkaunt bor. Gateway. Hop, ekran 18 Popker 91. Hop. Akkauntga kirib olganingizdan keyin, hop, bu yoqda shunaqa oyna chiqadi. Mana sizlarning useringlar, buni eslab qolishingiz kerak. Hop. Bu yoqda xohlasanglar database, ya'ni MySQL yoki boshqa SQL tarmoqlari, ya'ni databaselardan foydalansanglar bo'ladi bemalol. Bizga kerakli narsa bu yoqda SSH user. Bu yoqqa o'tganingizdan keyin adada SSH user qilib boshqa user yaratishingiz kerak. Mikromov 18 yoki Muhammad yaratib qo'ya qoling. Muhammad kichkina harflar bo'ldi. Botga tegmaysizlar. Hop, botda directory, ya'ni qaysidir faylni ichidagi anaqa nima deydi, kodni ishlatmoqchisan deydi. Bot bizda home asosan shu, boshqa kerak emas. Xullas bu yoqqa tegmaysizlar. Mana bu yerga xohlasanglar izoh bosib qo'ysanglar bo'ladi. Shunchaki manager. Hop, bu yoqda parol qo'yishni istaysiz. Hop. Parol 1 2 3 QVE. Mas ketadi. Manager. Sirada Chrome 18 useringlar qolishi shart deyapti. Botdan mana sizlarda useringlar bo'lishi shart ekan. Parol qaytamiz. Parol QVE 1 2 3 bash shunchaki bo'ldi. Validator. Sizlarda mana SSH user yaratildi deydi. Bundan keyin nima qilamiz? Birinchi o'rinda Hop, sizlar o'sha user akkaunt yaratib oldinglar, SSH user yaratib oldinglar. Botdan mana mani userim Ikronov 1827 mana bu open SSH userim. Endi Termoxga kiramiz. Bu yoqdan yangi bo'lsanglar, hali hech qanaqa pakej yuklanib olinmagan bo'lsa, pkg install open SSH qilamiz. Hop, sizlarda yuklanib oladi. Yes or no deb mana shunaqa chiqib qolishi mumkin. Yoki yes or no deb chiqib qolishi mumkin. Yana bosib shunchaki enter bosib yuborasizlar, bo'ldi. Yana daraja yuklaydi. Xuddi shunaqa mana bash chiqadi. Hop, endi Always Datani open SSH, ya'ni terminaliga ulanamiz. SSH joy tashlaymiz. Botga useringlar, maniki Ikronov 1827 kuchukcha SSH. Botga endi SSH userlarni kiritasizlar. Ya'ni maniki Muhammad deb ochdim. Always Data
nuqta net. Xuddi shunaqa bo'ladi. Hop, enter. Bu yoqda parolingdan so'raydi, ya'ni akkauntni yuzerni parolini kiritasizlar. Men o'zim parolimni kiritaman. Hop, kiritib oldim. Enter bosamiz. Mana kirdi. Sizlarda birinchi o'rinda ana finger shunaqa deydi. O'sha payt yes deysizlar. Mana yes deb prosta enter bosaverasizlar. Sayt terminali qochishi mumkin, chunki Premoy telefondan terminalga ulandinglar. Hop, endi sizlar nima qilishingiz kerak? Nano bu kod yozish, ya'ni qaysidir faylni ochish uchun ma'lum bir buyruq. Hop, nano xohlasanglar mana main PHP, ya'ni yoki Python. Menga Python qulay, o'shaning uchun Py bosamiz. Hop, paste, mana tayyor kod bor. Hali token qo'ymayapman. Telegram. Hop, endi Telegramga kiramiz. Bot yaratib olamiz. Ya'ni minister test xohlagan nominglarni qo'yasizlar. Bu xuddi как ko'rinadigan nomi. Qidiradigan nomi, ya'ni username. Hop, minister test oxirida bot degan tekst bo'lishi shart. Mana bot deb yozish shart. Hop, yaratildi. Mana token, use token. Bu yoqdan kodimga joylab olamiz. Bum, paste bo'ldi, mana tayyor. Ctrl X Y. Mana rostdan shunaqa saqlamoqchimisan deydi. Yana bitta enter bosib o'ramiz. Mana saqlandi. Endi nima qilamiz? Xohlasanglar Python main py qilib shu yerdan lokalka server qilib nima deydi? Run qilsanglar bo'ladi. Mana o'sha run bo'ldi. Shuning uchun minister deb aytdi. Telegramga kirib tekshiramiz. Minister test bot. Mana dev. Endi mana o'sha broken pipe bo'lib qolgani uchun bot ishlamaydi. Nima qilamiz? Doimiy ishlab turish uchun yana AWS dataga qaytamiz. Bu yoqdan o'zbekchada xizmatlar bo'limiga o'tamiz. Hop, yangi servis qo'shish, menimcha mana bu yerda o'zi turadi. Hop, Python main py. Bu yoqqa вообще temasanglar ham bo'ladi. Validator. Mana main py успешно xullas shunaqa deyapti. Mana уже start javob dev. Xabarimdek. Hammaga rahmat. Bugungi video faqat shundan iborat edi.